Assalomu alaykum. Bo'ron o'z kanalining aziz obunachilari, uzoqdan bizni kuzatib borayotgan birodarlar, akalar, ukalar, hurmatli chorvadorlar. Biz Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani, Zarkin shaharchasida To'rvat qishlog'i adashmasam, shunaqa. Birodarlar, Yevropadan kelgan Aberdi Angus g'unajinlardan, novvoslaridan bor, yosh maydalaridan bor, shularni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Har galgidek Avaz akam firmasiga kelgan, Yevropadan kelgan akalar, toza nasllari deydi-ku, mahsulolari kelgan. Xolasalar mana ikkinchi etajda maydalari ham bor ekan. G'unajimi, novvosmi bilmayman. Maydalardan, haligi kichkinalardan so'raganlarga mana o'zi quloqlaridan ko'rsatib qo'yay. Akalar, sana kuniga 17-iyun 2025-yil hafta kuniga seshanba. Mana ularni qarang, enalari ekan bular, yotishini qarang. G'unajimmi? Yo, g'unajin ekan bular. Mashalloh. Dumba sovorganlar kelibdi akalar, ko'ringlar, dumba sovorganlar. Xullas, qadrdonlar, soat 5 dan o'tdi. 5 dan 37 minut o'tibdi. 5 dan 37 minut o'tibdi qadrdonlar. Hop, 1-2 kun karantinda turadi bular. 1-2 kun karantinda turgandan keyin sekin sotuvga chiqaramiz. Mo'ljallarini olib, lakassani olib, mo'ynakamdan lakassani olib turaverasizlar. Narxlarni hali bilmaymiz, sababi Avaz akam o'zi ham kelgan yo'qda hali. Avaz akam hozir yo'lda kelyapti. Endi Qirg'izim mashinadan tushish jarayonlarini ham bahona qudrat qo'yib boramiz. Ammo zo'rlari kelibdi akalar, bor. Katta semiz navosidan ham bir 3 ta bo'lsa kerak. Ya'ni bo'g'ozlari bor ekan ichida, bo'g'ozlari. Ha, jonivorlar, belkalarni qarang. Mana qarang, mashalloh, shu bo'g'oz ekan. Hop. 087 503 53 087. Mashalloh, zo'r ekan-ey. Hangisi bo'g'ozdan ham olaylik, boqaylik, zo'r bo'ladi akalar. O tepada ham bor ekan. Mana maydalari bor ekan, mana bu yerda maydalari bor ekan. Xullas, shunaqa qadrdonlar, bunaqasi red kam keladi. Limuzin tugadi. Limuzin endi 6 oydan keyin keladi akalar. Gazir bosinglar, biz bilan birga bo'ling, oxirga qadar bo'ling. Kuzatib borishda davom etinglar. Tars ekranni o'ng tomon qizartirib qo'yasizlar akalar. Kichkinalar, qarang. Bu ikkita kichkinasini menga berasiz Avaz aka. Avaz aka, o kichkinalarni menga berasiz. Voy bilyan! Qoching. Assalomu alaykum. Yaxshi kayfiyat tilayman. Yurtimiz tinch bo'lsin. Hamisha xursandchilikda, yaxshi kunlarda elda xalqning xizmatida charchamaylik. Xalq duosi bilan ishlar yuraversin. Baraka toping, Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'linglar. Xo'p, bularni 20-kuni xudo xohlasa sotuvga qo'yamiz, a? Mana uni oldimdan. Akalar, mana qaranglar-da. 20-hafta kuniga juma bo'ladi aka. Ertalabdan kelishaveradi xudo xolasa. Mol qilaman degan odamga beraveramiz. Akalar, buning ichida adashmasam ena bolasi ham bor, g'unajini ham bor, mayda novvoschalar ham bor, a? Ha, sonini ajratib, ena bolasini ham ajratib, chiroyli qilib hisob-kitobini chiqarib qo'yamiz. Kelib ko'rib, ustida savdolashib, talash-tosh olasizlar. Lekin bitta yaxshi oilaviy nima bo'lsa, ishchi bo'lsa, oilaviy ishchi bo'lsa, er xotin bo'lsa, chiroyli qilib oilalarini yaxshina chiroyli qilib beramiz. Xudo xolasa, jo'la bor akalar, jo'la bilan chiroyli qilib. 3 mahal istiqomat bilan, xarajat bilan ta'minlanadi. Shu kelib bitta yashab bersa bo'ldi. Yashab bersa bo'ldi, bir sim rasxoti yo'q. Faqat oylik oladi xolos. Baraka toping. 3-4 ta mol bor xolos sog'in. Ha. Qolgani bizga bo'rdaqdir. Mollar sog'ib nima qilib tursa bo'ldi, 3-4 ta molda. Ayoli 3-4 ta molni sog'adi xolos. Boshqa bunaqa problemalar ish yo'q. Ha, baraka toping. Texnika qiladi ko'proq. Texnikalar Yevropadan kelgan hammasi. Hisob gap yo'q. Akalar, davom etamiz g'unajinlarda ko'rsatishda. Bularni qarang, jonu haqiqiy toza Amerikanskiy Aberdi Angus degani shuna bo'ladi. Adashmasam, Aberdi o'sha Amerikani qizdir shtatini nomi ekan. Adashayotgansan kommentariyaga yozib qo'ysalaring, bilmaganlarga yangilik bo'ladi. Aberdi Angus zot ekanda shularni qarang. Jonivorlar qarang, mana. Novvos akami shu? Mana novvosmi? Mashalloh, ko'rsatayim.
Men qarang, ena bola qilib sotamizmi? Bitta ham sotaveramiz. Hozir enasi yo'q, bitta ikkitasida bor xolos bolasi. Ha. U karantinga qo'yganimizda 45 kun karantinda turgan. Shunda tuqqan bular. Bo'g'ozi tuqqan. Ha. O'shuning uchun ena bola berishdi. Anlar qarang. Tuya ko'rmaganlar qarang. Qani? Nima bo'pti? Ha. Mana ketdi. Mana o'g'il. Mana orqasini aytdingizmi? Hammasi pachka ekan, mana. Qadrdonlar, davom etamiz. Instagramimizga obuna bo'linglar, like bosinglar, kommentariy yozinglar. Bizni kuzatishda davom eting. Telefon raqamini ekranga yozib qo'yaman. Bitta nomer yozaman akalar. Narx-navo so'ramaysizlar, lakasa so'rasalar, juma kunga xudo xolasa lakasi Telegramda lakasi tashlab beradi. Hozircha narx-navolarni bilmaymiz, hisob-kitob qilib tashqarida. Hisobi chiqsa xudo xolasa. Juma kuni aytilaveradi. Ha, shu. Gap yo'q. Ha. O'shanda tug'ib qo'yganda? Ha, o'shanda tug'ib qo'ygan. Xo'p, hozir 46 ta dizmi jamini? Jami 46 ta aka. Yana bor mol sotamizmi? Yana bormi? Aka, 32 ta qora ola bor. 32 ta qora ola qoldi. Qoptalari asha. Mana ko'rgan mol. Mana shu qo'ra deyiladi. Sotamiz bir qator hammasiga. Keyin Astatkadan 4 dona limuzin Angus bor. Limuzin Keyin bor. rossiyskiy chiroyli mollar bor. Hali Rossiyadan kelgan, hali daqa Smeshni. Ko'rsatamiz. Smeshni mollar. Altaydan kelgan. Ha, Altaydan kelgan. Bitta ko'rib qo'yishadi. Voy, bu qo'radan bo'shatdik-ku. O'zimiz bohiy ekan mollarim. Ha, bu qo'radan buni yaqib olib ketdik-ku. Ha, o'sha mollar. 10 ta, 12 ta. Ha, xuddi o'sha mollar. O'shalar xullas 100 bosh mol bor. 100 bosh to'yindan mol bor. Xullas tirikchilik maqsaddagilar ham kelaversin aka. Xudo xolasa beradi. Qiziqqa shinamandasi bittaga ham kelaversinmi aka? Hammasini xudo xolasa ko'rsatamiz. Yana syomka qilib chiqaramiz xudo xolasa 20-kuni. Juma kuni. Juma kuni inshaalloh. Ertalab kelishaversin. Kelishaveradi. Soat 4 dan boshlanaveradi. Bunda ham nomer qo'yib, siz ham nomeringizni qo'yaylikmi? Ha, Mo'ydin akam nomerini qo'yib qo'yasiz. Keyin siz nomeringizni qo'yamiz. 91 kodi bilan 046 09 81 akalar. Mana. Novvoslar orqasini qarang. Yaxshilab e'tibor berib ko'rib olasizlar. Agar mabodo mana shu partiya turibdi-ku, aka mana. Sutdan chiqqan partiya mana. Ona uchun novvos bitta terib olaman desa ham sotaverasiz. Aloq. Xolasin kattasidan bir katta kichikmi farqi yo'q, sotilaveradi. Bo'g'oz mastiga tuqqan ajratib nima qilib qo'yasizlar, xudo xolasa. Xolasalar ena bola qilib sotiladi. Qo'llari bilinib turibdi o'zi. Qorin solib mana shular, ha. Qo'llari ham bilinib turibdi. Ha, hamma yo'g'ini ajratib qo'yiladi. O'shaning uchun 3 kun vaqt berasizlar, akalar, qadrdonlar. Mana enasi ekan bir bo'lsa. Mana. Yo, to'g'ri kelgan bir-birini yemib ketaveradimikin yo? Mana ham yemayapti, qarang. Mana maydalardimi? Mana maydalarni ajratib qo'yamiz. O'zimiz molni yurib turaveradi. Ha. Akalar mana. Mana 3 ta tutda bor ekan. Mabodo enasini ajratganimizga da ajratib qo'yamiz. Yaxshi e'tibor berib, qarang, zo'r qilib parvarishlab turamiz, xudo xolasa. Ular sutdan chiqqan ular. Ha. Mana bular sutdan chiqqan. Narigi sutimga ekanda, narigi yonida, avaz aka. Qarang, janovorni qarang. O't ketadi. Mana ularni ajratamiz. Ha, ashlarni olib qo'yamiz, ajratib qo'yamiz ekan. Mana Bo'g'oz ekan, ash qizil. Bo'g'oz ekan, bilinib qolibdimi? Ha, kindilari solib qarang. Mana, mashalloh. Hamma kattani bir joyga oladigan odam chiqamikin, nima deysizlar akalar? Hamma kattani mana. Hamma katta turibdi. Katta nechi bosh? Katta 27 bosh. 27 bosh katta. Hammasini bir joyga oladigan Beraveraman hammasi. tars sotiladi. Bitta kelishib beraveramiz. Orzoqroq boraverasiz, xudo Ular xolasa. bilan aytsa ham beraveramiz. Bo'laveradi. Hop, qadrdonlar, Instagramga ham bizni kuzatinglar, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Instagramdan kuzatib olishni so'rab qolaman. Qadrdonlar, kelib ko'rib usta nima qilaverasizlar? Endi o'sha juma kuni xudo xolasa o'tgan gal limuzin chiqqanimizda mana shu darvozani tagidan qaytib ketganlar ko'p bo'ldi, to'g'risini aytsam. Darvozani tagidan ko'pchilik qaytib ketdi, o'shaning uchun lakasani so'rab olsalaring, Telegramda lakasa tashlab beradi. Narxini endi Mo'ynakan bilmaydi hozir, to'g'risi. Ha, avaz aka. Lakasa so'rab juma kuni ertalab har kelinaveradi oladigan odam.
Xato va kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin, o'zingiz uchun qolaversa, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling, unutmang. Biz yana shoshamiz, salomat bo'linglar. Obuna bo'linglar, like bosinglar, bo'ronuz dirabelkalardan ham xarid qilinglar, qadrdonlar. Bo'ronuz dirabelkalari chempion dirabelkalardan biri bo'lyapti hozir ya 2025 da akalar.